Salom bolalar, sizlar yana men o'sha Jasurbek. Bugungi videomizda men sizlarga uylarimni ko'rsataman. Mana bu mening birinchi uyim. Va juda ham qanaqadir raso chiqqan. Rasoligi shundaki, unda uxlasam mana ko'ringlar, uxlayman, turaman. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta nimagadir. Keyin mana sandiq qaranglar, bo'm-bo'sh. Uyim o'sha kichkinagina uycha. Chaylaga desam ham bo'ladi. Mana hozir men sizlarga yaxshigina uy ko'rsataman. Mana uy tepasini qaranglar. Endi mana uyim bir baho beringlar. Qaranglar, qanchalik chiroyli. Qanchalar chiroyli, mana bittadan kiramiz. Eshikni yopib qo'yamiz. Va mana bunday kirib, bunday olsak, ana bu mo'jiza. Qaranglar, menda nimalar bor. Zo'rligini ko'ryapsizlarmi? Zo'rligini ko'ryapsizlarmi? Zo'rligini ko'ryapsizlarmi? Qanday zo'r. Mana o'g'ayni qishloqdan olib keldim borimda. Ha, padaringga la'nat. Chiqib ket. Ya tursam chiqib ketarmikin? Bor yo'qal. Bor qishlog'ingga bor. Bor qishlog'ingga bor. Ha, iflos. Qishlog'iga bormayapti. Qishloqda ham bir sayr qilib kelaylik-chi. Qishloqqa bir yordamimiz tegib qolar. 4 kakras kerak bo'lib turadi. Yana bitta bo'lsa bo'lmasmidi? Mana unda chopamiz. Keyin narkisini mana unda chopamiz. Ha, albatta olmoqsida juda tez bo'ladi. Juda tez bo'ladi demayman, prosta tezroq bo'ladi. Hozir olmoqsida uydirib tashlaymiz bir ikkita narsalarni. Mushukni o'ldirishimiz kerak. Golemni o'ldiramiz. Ana golemni o'ldirsak, uy albatta yaxshi bo'ladi. Chunki golemni o'ldirsangiz, siz to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Hozir golem tog'ni urib qochamiz. Qoch. Golem tog'ni qochish kerak. Qo'lab kelyapti bizni qo'lab kelyapti. Po'kam qilolmaydi endi. Po'kam qilolmaydi endi. Temirni temir kesadi. Qatoy temirni temir kesadi. Belli 4 ta temir kakras. Mashta o'ldi deb yozilgan bilan. Yetdim mashta 4 ta demirni qo'yishib kelay borib. Uylanib endi men. Zo'r uy qurganim yaxshi, lekin ularni yo'qotib qo'yishim bu yomon. Ha, mana bitta o'tgandim. Burnim qanday shamolladim bolaman, mayli, lekin video qo'yishga xalaqit bermaydi. Pastga tushamiz. Bunday qilib naqasinga pastga tushib, eshikni ochib, yopamiz. Birdaniga mana bitta narsa qo'shib qo'ysak, 29 yo'ldan qochibga. Hozircha oldinda. Yana bitta temir kerakda, shunda 30 ta bo'ladi. Yomon bo'lyapti. Yomon ketyapti lekin. Mayli. Borib dara ham chopib kelaylik birato'yda. Tezroq chopish kerak, davay. Tezlashish kerak.
Nima bitta dolim ketyaptimi barklar? Tuddi daraxt hozir meni ustimga qulaydigandek bo'lib turibdi. Ya qoch. Bola aytgancha o'lsak video tugaydi. Shuning uchun o'lmasligimiz kerak. Qoch, uyimga qochaman, uyimga qochaman. Ay, davay, ke urishasanmi? Ke, bitta ke. Kelasanmi? Kelasanmi? Oh, xudoyim. O'lmasligim kerak. Mana sharni o'ldirishim kerak lekin. Baloyam o'lgan yo'q-ku. Urishim kerak men bu yarini. Mana bu boshqa gap. Men arlar qotiliman. Yo, yana bitta ar o'ldi. Noya olishim kerak. Bola tezroq video tugash kerak. Shuning uchun men o'z jonimga o'zim qasos olaman. O'z jonimga o'zim qasd qilaman. Hamma suvli joy topishimiz kerak. Bir sakraganda 30 metr sakrayman. Har bo'lmasa o'z joniga o'zi qasd qilishini boshlaymiz. Faqat sal bu yoqda nimadirlar ko'rganday bo'ldim, shuni olib ketay. Olib ketishim kerak. Nimadirlar ko'rgandim, hoziman. Va hozir nimadirlarni chopishim kerak. Yo, bola o'lsak video tugaydi, shuning uchun o'lmasligi kerak. Davay. Tezroq borish kerak, tezroq. Nima bo'ldi shunday hozir bo'ldi. Bo'pti bolalar, xayr, video tugadi. Sog' salomat bo'linglar. Menga like bosing va obuna bo'ling, iltimos do'stlar. Chunki biz shu yilning oxirigacha 10 mingta bo'lishimiz kerak. 10 mingta bo'lish kelsa yaqin qolmadi. Chunki menda 22 ta obunachim bor. Iltimos bolalar, menga motivatsiya beringlar. Sizlardan shunda ko'nglim to'q bo'lardi bolalar. Iltimos, xayr, sog' salomat bo'ling. Va meni kanalimni kuzatishni davom eting do'stlar. Meni kanalimni kuzatishni davom eting. Va men qandaydir qiz bola ekanman, uzr. Xayr.